Mayk Tayson Muhammad Ali uchun ringda qanday qasos olganligini bilarmidingiz? Bu boks tarixidagi eng dramatik qasos deb ataladi. 2 yillik tanaffusdan so'ng pulga muhtoj qolgan Muhammad Ali o'zining eski sparing partneri va amaldagi jahon chempioni Larri Holmsga qarshi ringga ko'tariladi. Sog'ligida yetarlicha muammolari bor Muhammad Ali eski Muhammad Alining ringdagi soyasiga ham o'xshamaydi. Larri Holms esa "Seni muxlislaring ko'z o'ngida nokaut qilaman" deb baralla baqiradi. Gaplarini isbotlash uchun Larri Holms Muhammad Alini astoydil nokaut qilish uchun ishga kirishadi. Sog'ligida muammolari bor. Odatdagidan ko'ra ortiqcha vaznga ega bo'lgan Muhammad Ali pulga muhtojligi sababli majbur Larri Holms bilan jang qilishga rozi bo'ladi. 10 raund davomida Muhammad Ali tanasiga tinimsiz kuchli zarbalarni qabul qilib oladi. Referi Muhammad Alining ayanchli holatiga qarab tura olmasdan jangni to'xtatadi. Bu pallada esa ekran ortidan 14 yoshli Mayk Tayson Muhammad Alini tomosha qilib turardi. O'zining murabbiyi orqali Mayk Tayson Muhammad Ali bilan telefonda gaplashadi va unga "Men katta bo'lsam, sen uchun qasos olaman." 7 yillik og'ir mehnat va mashaqqatlardan so'ng Mayk Tayson 3 yo'nalish bo'yicha jahon chempioniga aylanadi. O'sha kun ham yetib keldi. Ali Taysonning yoniga yaqinlashib, va'dasini eslatib qo'ydi. Faoliyati davomida 49 ta jang, 48 g'alaba bilan Larri Holms Mayk Tayson bilan ringga ko'tariladi. Butun faoliyati davomida biror marotaba ham knockdownga uchramagan Larri Holms Tayson bilan ringda shuni tushunib yetadiki, Tayson undan kuchliroq, yoshroq va tezroq. Shuning uchun jangni iloji boricha raundlar so'ngigacha olib borishga harakat qiladi. Agar jang uzoq davom etadigan bo'lsa, Mayk Tayson charchaydi va Larri Holms uni birgina zarba bilan nokaut qilish rejasiga o'tadi. Ammo 4-raundgacha zo'rg'a yetib kelgan Larri Holms Mayk Taysonning kuchli o'ng qo'l zarbasidan chuqur knockdownga uchraydi. Qon hidini olgan Mayk Tayson Larri Holmsni shunchalar ayanchli darajada do'pposlaydiki, bu jahon boksi tarixidan eng dramatik qasos deya nom oladi.